Salom odamlar, sizlarni navbatdagi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana eFootball 2027 katta yangilanishga ham juda ham oz vaqtlar qoldi va bu videoda biz sizlar bilan aynan eFootball 2027 da nima o'zgarishlar bo'lishi haqida gaplashamiz. Ichki nastroykalardagi o'zgarishlar yoki bo'lmasam yangi keladigan o'yinchilarning taxminlari hammasi haqida sizlar bilan bu videoda gaplashib o'tamiz. Barcha ma'lumotlar eFootball'ni rasmiy saytlaridan olingan ma'lumotlar bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Yangilanish qachon bo'ladi? Esinglarda bo'lsa, o'tgan yilgi yangilanish 14-avgustga payshanbaga to'g'ri kelgan va katta manbalar bu yilgi yangilanishni ham payshanbaga to'g'ri keladi deb hisoblashyapti. Lekin Konamining rasmiy saytlarida esa yangilanishni avgustning o'rtalariga deb belgilangan. Qisman bu ma'lumot ham to'g'ri hisoblanadi. O'yinda kelishi kutilayotgan ikkinchi yangilanish bu overload o'yin usuli hisoblanadi. Bu o'yin usulida sizning o'yinchilaringiz to'p qayoqda bo'lsa o'sha tomonga yopirilib kelib zichlashadi. Bu himoyani juda ham zich ushlashga va o'tkazmaslikka yordam beradi, ammo ochilib qolgan zonalarni yopa olmasangiz, bu katta xatar degani bo'ladi. Uchinchi katta o'zgarishlardan biri bu fluid formation, ya'ni o'zgaruvchan o'sha sxema uslubi. Ya'ni siz hujumga boshqa sxema, himoyaga boshqa sxemada o'ynashingiz mumkin. Buni afzalligi nimada? Buni afzalligi hujumda siz, misol uchun, hujumga chiqayotgan paytingizda bitta sxema qo'yasiz, 4 ta hujumchi, 2.5 himoyachi, 4 ta himoyachi. Himoyaga qaytayotgan paytingizda 2 ta hujumchi, 3.5 himoyachi, 5 ta himoyachi bo'lishi mumkin. Ya'ni hujumga alohida, himoyaga alohida sxema qo'ysangiz bo'ladi. O'yinimizdagi 4-chi katta yangiliklardan biri bu bitta murabbiyda endi 2 ta link up bo'ladi. Link up nimaligini bilmaydiganlar uchun bitta zo'r pas beradigan o'yinchingizni, bitta zo'r finishingi bor hujumchingizga bog'lab qo'yasiz va uzoqdan pas berib uni hujumga chiqarib yuborishingiz va oson gol urishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu bitta o'yinchini bog'lash bitta murabbiyda 2 ta bo'ladi. Ya'ni 2 tadan 4 ta o'yinchingizni bir-biriga bog'lab qo'yishingiz yoki 3 ta o'yinchingizni, ya'ni bitta o'yinchiga 2 ta hujumchini bog'lab qo'yishingiz mumkin bo'ladi deb tasavvur qilyapman, lekin bu yog'iga nima bo'ladi bilmayman. Qani ko'ramiz. O'yindagi 5-yangiligimiz bo'lsa, bu custom tournament deb berilyapti. Bu yerda siz o'zingiz turnir tashkillashtirishingiz mumkin, xuddi PlayStation'dagi meni tasavvurim bo'yicha va bu turnamentda siz o'zingiz turnir tashkillashtirasiz, o'zingiz turnirda qatnashishingiz mumkin, balki sheriklar bilan o'ynarsiz. Yana ham qiziqroq bo'lishi kutilyapti agarda Konami buni rostdan ham qo'shsa. Bu yog'iga endi mayda-chuyda yangiliklar haqida gaplashamiz. Daily game'da o'zgarishlar bo'ladi deyilyapti, ko'proq sovg'alar beriladi. Ya'ni o'sha penalti tepishlar o'zgaradi va bundan siz zavqlanasiz. Undan tashqari odob axloqqa oid reyting o'zgaradi deyapti, hammani aqli belgilaymiz deyapti. Bu haligi o'yin yarmida chiqib qolsangiz B, C kategoriyaga tushirib qo'yadi-ku. Xuddi mana shu hammaniki yana A bo'ladi deyapti. Ikkinchisi, o'yin tarixi turmaydi. Ya'ni yangi obnovleniyadan keyin siz oldingi o'ynagan matchlaringizni tarixini ko'ra olmaysiz. Buni olib tashlashyapti. Va yana bir muhim ma'lumot shuki, ba'zi bir o'yinchilar ketadimi degan ma'lumot. Ketishi mumkin. Shartnomasi tugagan o'yinchilar yo'q bo'lib ketadi, lekin asosiy balans sheet joyida qoladi. Ya'ni jamoangiz, tarkibingiz o'zgarib ketmaydi, o'yinchilaringiz, sotib olgan o'yinchilaringiz yo'q bo'lib ketmaydi, o'shanday qoladi. Keling endi yangi o'yinchilar haqida bir og'iz gaplashib o'tamiz. Bu borada hech qachon bir aniq ma'lumot bermaydi Konami hech qachon va biz katta manbalar, Konamiga yaqin manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib aytamiz. Asosiysi login bonusda o'sha Barcelona Big Time Pack'da kelgan Neymar Junior 104-105 bo'ladigan Neymar berilishi kutilyapti va Baresi'ni ham free o'yinchi sifatida beriladi, chunki Beckenbauer ham vafot etganda uni free kartasi berilgan edi. Baresi ham yaqinda vafot etdi va uni ham free kartasi berilishi katta ehtimol kutilyapti. Bundan tashqari yana ko'plab o'yinchilar bo'lishi mumkin va Konami buni tabiiyki bizga aytmaydi. Endi paklarga o'tsak, Yamal va Messi haqida juda ko'p gaplar kelyapti. Uni o'sha ochiladigan paki yoki shunchaki sotib oladigan paklar kelishi mumkin deyilyapti. Bu aniq endi, chunki ular ambassador bo'lgandan keyin ularning paki har doim turadi. Va paklar orasida murabbiylar Zinedine Zidane, hattoki Karri kelishi ham mumkin deyilyapti.
va ko'plab shunga o'xshagan murabbiylar, ya'ni ikkita yuqorida aytganimizdek ikkita link-upga ega bo'lgan murabbiylar kelishi mumkin va hech qaysini birida biz aniq ma'lumot ayta olmaymiz. Hozircha to'plaganlarim shular. Yana sizga qo'shimcha ma'lumot bo'lsa, yana joylab boraman. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolar o'tkazib olmaslik uchun like bosing, ko'pchilikka tarqalishi uchun va kuzatishda davom eting. Rahmat, ko'rishguncha.